Do'stlar, Erling Haaland Real Madridga o'tmaydi. Buni uning otasi va agenti tasdiqladi. Shunday ekan, bunday mish-mishlarga ishonib qolmang. Assalomu alaykum do'stlar. Real Madrid borasidagi bir qancha savollarga hozir birma-bir javob berib o'taman. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifalardan biri. Unda boshladik. Bilasiz, hozir Real Madridda prezidentligi uchun hozir saylov juda ham yaqin va unda Florentino Perez va Enrique Riquelme kurashyapti. Ispaniyalik o'sha boy biznesmenlardan biri va Enrique Riquelme Real Madrid prezidenti bo'lish uchun Real Madrid muxlislari meni saylasin deb bir qancha va'dalarni bermoqda. Ulardan eng kattasi, men agar prezident bo'lsam Real Madridga Rodri va Erling Haalandni olib kelaman degan. Lekin kecha bu vaziyatga, bu intervyuga Erling Haalandning otasi va agenti chiqib izoh berdi. Ya'ni Erling Haalandni hech kim bilan kelishuvi yo'q. U hozir Manchester Cityda baxtli va Real Madridga o'tmaydi. Biz buni ishonch bilan ayta olamiz dedi o'sha Erling Haalandning otasi Alfie Haaland chiqib. Shunday ekan, Real Madrid va Erling Haaland o'rtasida hech qanday shartnoma mavjud emas. Yo'q, menimcha Florentino Perezning o'zi qolsa kerak. Endi yillar davomida baribir o'sha oxirgi paytlarda xato qilgan bo'lsa ham katta ishlar qilgan Real Madrid uchun. Real Madridning otasi klubdan da ustunroq turadigan shaxs va uni Madridda juda ham yaxshi ko'rishadi. Baribir Enrique Riquelme va'da beradimi, Haalandni olib kelaman deganmi? Bu yoqda Perezning xizmatlari, mehnatlari yotibdi. Qolaversa, Perez ikkita yaxshi transferni amalga oshirib bo'ldi. Bular Interdan Dumfriesni olib keldi va Liverpooldan Ibrahima Kanateni olib keldi. Shaxsan menga ikkovi ham yoqdi, ya'ni ikkala transfer ham yoqdi. O'sha Dumfries o'ng qanotda juda ham ajoyib. O'sha agressiya, hujumni qo'llab-quvvatlash va o'sha Real Madridning qanotini yopa oladi. Carvajaldan keyin kerak bo'lsa, Carvajaldan ham yaxshiroq darajada o'yin o'tkazib berish mumkin. O'sha Prime versiyasiga chiqadigan bo'lsa, Ibrahima Kanate ham zo'r, markazda menimcha Rudiger ikkovi ajoyib tandem bo'la oladi. Shunday ekan, Florentino Perez anchagina aqlli transfer qildi. Buni ko'rib turgan muxlislar esa menimcha saylovda Florentino Perezni qo'ya turib, Enrique Riquelmega ovoz bermasa kerak. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz do'stlar? Florentino Perez jamoada qolgani yaxshimi yoki klubga yangi tizim, yangi qarashlar, yangi umuman falsafa kerakmi? Yangi o'sha prezident bilan fikrlaringizni albatta kommentariyada